insonning jasadidagi suyak. Insonning qaddi qomati, bo'yi basti shu suyagi bilan shakllanadi. Bu suyak ma'lum bir vaqtgacha o'sadi-da, keyin to'xtaydi. Kim to'xtatdi uni? Ana shu suyakni yaratgan Parvardigor olam. Agar shu suyakni o'sishi to'xtamay qolsa nima bo'ladi? Yoki o'smay qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi? Ana shu kerak joyigacha o'stirib to'xtatib qo'ygan assalom bo'lgan Robbimiz birodarlar. Ana shu kerak joyigacha suyak o'sadi-da, suyakni o'stiradigan hujayralar uxlaydi. 40 yil, 50 yil uxlaydi. Qarang, mana shu 40 ga, 50 ga, 60 ga kelgan odamni a'zosida biron suyak sinsa, boyaga uxlatib qo'yilgan hujayralar uyg'onadi-da, singan suyakni bir-biriga tutashtiradi. O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Travmatolog ishi nima? Rentgen qiladi, ko'radi, shunday suyakni olib kelib turib, bir-biriga yopishtirib, gips qilib qo'yadi. Suyakni bir-biriga tutashib ketishi, unib ketishi kim ishi? Kimi san'ati?